1 yildan ko'p ichib ketish bormi, SPIDga tekshiramiz. SPID bu immun tanqislik sindromi, ya'ni immunitet kamligi deyiladi. Agar patsient bizaga kelib, "Opa, 1 yildan ko'p ichim ketadi. Nimaiki qilmasam ketaveradi. Faqat lapiramidda to'xtaydi. Lapiramid u ichak to'xtatib qo'yadi. Mana, ichak ishlab turadi, haydadi. U to'xtatib qo'yadi. Bo'ldi, to'xtadimi? Lapiramid demak to'xtadi bo'ladi-da. Shunaqa. Endi faqat shunda desa, birinchi o'rinda uni o'ziga ham tushuntiramiz. Sen xafa bo'lma, chunki asosiy immunitet ichovda. Bifidum lacta, keyin bifidum lacta dorilarni o'qisangiz ham immunitet ko'taradi deb yozilgan. Immunitet ko'taradi, chunki bifidum lactalarimiz baland bo'lsa, bizning immunitet baquvvat bo'ladi. Agar 1 yildan ortiq ichib ketdimi, unda ikkita narsa ko'riladi. SPID ko'riladi va disbakterioz. Ichovda bifidum lactalar soni nechta? Va uni ko'rib, aql bilan doktorga boriladi. Doktorda o'zi aytadi, "O'z boshimcha menga kelishadi. Zodapa men topshirdim, keldim." "Voy, chala qilibsan-ku" deyman. "Qayerdan bilding?" desam, "Ha, shu bitta joyda o'qib qoluvdim." "Yo'q, birinchi vrachga kelinglar. Vrach o'zi kallasini ishlatib, berib, uni davosini qilib bersin. Siz vrach emassiz-ku, vrach yo'q tursa, meditsinada qancha o'qidingiz deyman. Chunki hozir ijtimoiy tarmoqda hamma bilgan ham gapirdi, bilmagan ham gapirdi. Men hayron qoldim. Olib, qarab turib, shuna o'tirdimda, odamlar bu ijtimoiy tarmoqda har xil maqsadda ishlatishyapti-da. Ya'ni kerak emas, ishlatilmaydigan, umuman 1 tangaga qimmat bitta dorini olib chiqyapti-da, shunaqa reklama qilib qo'yapti, shunaqa. Yo'q, odamlar shu reklamaga ishonib qolishyapti. Chunki tibbiy madaniyatimiz yo'q. Tarkibi nima deb so'ramaymiz. Ko'r-ko'rona ergashib ketaveramiz. Har kun menga 3 ta 4 ta narsa, "So'dba, mana shuni ichsam bo'ladimi? Qanaqadir damlama, chuda damlama, 55 ta kasallik davolaydi" deydi, lekin tarkib yo'q. Kechirasan, nima bu? Nima berib turibdi? Sen har bitta og'zingga kiradigan tarkibini so'ra. Ichida nima bor? Nima bu? Sababi nima? Sababni bu qabul qilyapmiz-ku. Tushunyapsizmi? Ko'rib tursak, "Ha, bo'ldi" deyman. Chunki men o'zim ham dori yozayotganda, har bitta bemorga dori yozishda uni tarkibini o'zim bilib olaman. Kerak bo'lsa o'zim ichaman. Ko'p kishi biladi, "Mana o'zim ichib turibman, mana og'zimga solib turibman" deyman. O'zimda effekt ko'rganimdan keyin aytdim, "Mana shu litsenziyalargacha ko'raman. Biz shunaqa va o'zimni yaxshi ko'rgan dorilarim bor. Menga uni reklamasi, uni bosh, men mana shuni yaxshi ko'raman" deyman. Tamom deyman.